Hojona Ka'bani oxirgi marta ko'rayotgan bo'lishingiz mumkin. Inshaalloh Allohimdan so'raydigan narsalaringiz bo'lsa, Allohimdan so'rab qoling. Ka'baga qarab duo qiling. Allohimga behisob shukrlar bo'lsin. Mana biz 10 kun huzurida bo'ldik. Yana ham qaytib kelish niyatim bor. Allohim yana chaqirsin. Elimiz, yurtimiz tinch bo'lsin. Prezidentlarimizga rahmat, shunchalik sharoit yaratdi. Sizga rahmat, shunchalik bizani hurmat qilib yo'l yo'rig'ini hammasini ko'rsatdingiz. Biz xursandmiz. Bola chaqam tani sog' bo'lsin, umrlar uzoq bo'lsin. Har doim faqat yaxshiliklarga kelib yuraveraylik. Rozimiz xizmatlarimizdan. Kim Qayta Allohim chaqirsin. chaqirsin. Amin. Katta hajliga kelish nasib qilsin. Amin, yetganingiz kelsin. Farzandlaringizni duo qiling. O'g'il qizlarim qo'shgani bilan qo'sha qatnaysin. Allohim bergan farzandlarni yaxshiligini, qizig'ini ko'rsin. Bizga nima yaxshilik qilgan bo'lsa, o'sha o'g'il qizlardan faqat yaxshilik bo'lib qaytsin. Ularni ham mana shu umra hojilarga olib kelishsin bolalar. Amin. O'g'limga katta rahmat aytaman. Ha. O'gay o'g'lingizga ham duo qiling. Tutingan o'g'lingizga duo qiling. Siz ham o'g'limsiz. Evet. Siz nechinchi yilgisiz? 83. Men o'g'lim 85. Umar o'g'lim tani sog' bo'lsin, umri uzoq bo'lsin. Qo'shganingiz bilan qo'sha qaring. O'g'il qizlaringizni faqat rohatlanib ko'ring. Mana shunaqa hech charchamang, qarimang, hammani duosini olib yuravering. Amin. Yana ham kelganda o'zingiz qabul qilib olavering. Amin, yetganingiz kelsin. Yana ukalarim keladi, xudo xolasa. Yanvar oylarida bo'ladimi? Inshaalloh. Shu yerdaman. Ha, bo'ldi. Alloh nasib qilsin.